Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imom Buxoriy vaqfi sifatida O'rta Osiyolik musulmonlari tomonidan Arakan musulmonlari uchun yuborilgan ehsonlarni Allohning izni bilan bu yerdagi muhtoj birodarlarimizga ozuqaviy yordam to'plamlari shaklida tayyorladik. Inshaalloh birozdan so'ng ushbu yordamlarni muhtoj birodarlarimizga yetkazamiz. O'rta Osiyodagi barcha musulmon birodarlarimizga, bu savobli ishga sababchi bo'lganlarga va ehson yuborgan barcha saxovatli kishilarga ko'p minnatdorchiligimizni bildiramiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري الحمد لله رب العالمين اللهم آمين. Butun olamlarning parvardigori Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Allohumma amin. Parvardigoro, biz o'z jonimizga zulm qildik. Agar sen bizni kechirmasang va bizga rahm qilmasang, albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lamiz. Parvardigoro, bizga dunyoda ham yaxshilik ber, oxiratda ham yaxshilikni bergin va bizni do'zax azobingdan asragin. Ey Robbimiz, bizni hisob-kitobimizni yengil qilgin. Ey Robbimiz, bizni hisob-kitobimizni yengil qilgin. Allohim, haloling bilan haromdan behojat qilgin. Bizni o'zingdan boshqaga muhtoj qilib qo'ymagin. Sen qudrat egasi bo'lgan zot har qanday ayb va nuqsonlardan poktursan. Butun olamlarning parvardigori Allohga va payg'ambarlarga salovat va salomlar bo'lsin. والحمد لله رب العالمين. والملك لا شريك لك ما خاب عبد أم ملك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أو